Xo'p, o'tgan safar kimdir 700 dollar yo'qotib qo'ygan ekan, mashina bozorida radio uzilga olib kelib beringlar deyapti. O'tgan bozor yo'qotib qo'yishibdi. O'tgan bozor degani bugun nechi? Bugun 9 bo'lsa 2-noyabr kuni kimdir topib olgan bo'lsa mashina bozordan 700 dollar olib kelib beringlar ekan. Ochinchi kapotini aka. Nexia 3 ga qaytsak, Nexia 3 60 partiyaliklar kelib qolibdi Farg'onaga. Mexanik ekan, metan gazlari bilan. Mashina holati, balonlari yaxshi. Ichki holatlari, chexol poliklari bor ekan, mexanika hamma yo'q zo'r. Xo'p, 173 ming past. 173 ming. Ichki holati yaxshi mashina. Bu tomonlari metan gazlari bilan kraskasi qatida edi. Kraskasi bo'lsa kerak deychi, menimcha. Bormidi kraska? Avtozapchas magazini. Qatta? Qatida. Eng arzoni Marg'ilonda shahar temir yo'l vokzalida joylashgan. Barcha tushirilgan avtozapchaslar bor. Muayyanlar tomoni bitta evaziga 1 milliondan 50 milliongacha nasiya, qolon nasiya savdo qilinadi. Chirchi joyda ekan, sekin. Bunaqa joyda bor ekan. Ha, mana bu chirchi bor ekan. Mashinalarga bepul qo'yib beriladi. O'sha zapchasdan o'sha baqotinchi aka. Albatta bepul qo'yib beradigan ustalari bor. Bo'ling, hey. Vaqt ketyapti. Biz vaqtimizdan pul. Nexia elta bo'ling, hey. Ablisovkalari, tumanliklarini, dvorni. Nechi yili? 20. 173 ming yurgan. Metani bilan. Hech pul oxiri. Fitnosini ko'rsatdi. Ko'p, fitnolarni ko'rsatdi. Ichi albatta bor ekan. Bor. O'sha magazinda ustasi bepul qo'yib beradi. Hech pul. Naqd 7,5 ming ekan. Naqd 7,5 ming. Kimga? 98 ming. Zapchas magazinini telefonlari 98 ming 101 1500 7,5 ming oxiri. manzilda biladiganlar bilmaydiganlar. O'natdan baqa kelib aytsam, narx o'zgaryapti o'ylab qolmasin. Yo'q, nabir tag'ida qimmatroq. Bormi? Bularni aytyapman. Men hozir borib nimasidan katta ustamizdan so'rasak 8 mingdan oshiq narx aytadi. Biz nabir sotiladigan oxirgi narxini aytyapmiz. Ashti mashinalar hammasi sotiladi. Ishlanmasalaring mana radio zulda oldi kelib narxini so'rab olaversa 60 partiyadan nechi pulda? Biz 7,5 ming deyapmiz oxiri. Qiziqish kelsa so'rab ko'raverasizlar. Sotilmasa agar.